san koreyska turmushga chiqishga targ'ib qilyapsan deb yozishni boshlashadi. Koreyska turmushga chiqqanimga afsuslanamanmi, yo'qmi, ochiqchasiga gaplashamiz. Sizlarga ko'ringan o'sha chiroyli videolar yolg'on emas, haqiqat albatta. No, sizlar ko'rmagan haqiqatlar ham bor. Koreys insonlarning qanchalik talabchanligini faqatgina Koreyaga borib ko'rganlar biladi. Hurmat talabligi, tartib intizomligi, hamma narsani eng yaxshisini talab qilish. Bitta qilib aytganda, koreys insonlar juda ham talabchanligi bilan insonni charchatib yuborishadi. Koreyada yashash osonmi? Yo'q albatta. Agar Koreyada koreys inson bilan yashash oson bo'lganda, turmushga chiqqan hamma qizlar baxtli yashab ketgan bo'lardi. Meni videolarimni ko'rib, koreyska turmushga chiqishga targ'ib qilyapsan deyishni boshlashdi. Profilimga kirib ko'rganda Koreyada yashashni va koreys inson bilan yashashni minus tomonlari haqida gapirgan videolarimni ham topsa bo'ladi. Lekin u videolar hech kimga qiziq emas. Koreys insonni va Koreyani yaxshi tomonini gapirib chiqsam, o'sha video rekka chiqib ketadi. Kommentariyadagi gaplar bo'lsa, "San koreyska turmushga chiqishga targ'ib qilyapsan" deb yozishni boshlashadi. Axir Koreya va koreys insoni minus tomonini gapirganida hech kim eshitmayapti. Menda nima ayb? Koreys insonlar ham serial dramalarda ko'rganinglarda yoshgina, mehribongina, uchi-buchi inson bo'lishmaydi. Iltimos shu gaplarimni ham eshitinglar. Lekin shaxsan men afsuslanmayman. Mani erim ham videoda ko'rib yoshgina inson deb o'ylaysizlar-ku, haqiqiy hayotda qanaqaliklarini albatta o'zim bilaman. Endi meni afsuslanib afsuslanmasligimga kelsak, men afsuslanmayman. Chunki men turmush o'rtog'imni boricha qabul qilganman. O'sha og'ir xarakteri bilan, minus tomonlari bilan, siz ham o'zingizni hayotingizni birovlarniki bilan solishtirishni to'xtatib, boringizga shukr qilishni boshlasangiz, ana o'shandagina baxtli bo'la olasiz.